Podval. Maytda bunday bankalarni qo'ygani polka qilingan. Mana bog'xonaning tanlovlari. Taxtalar shu podvaldagi. Eshigi mana ma'dan. Rossiyskiy uгольникlar qo'yilgan. Qalinlik ko'rinayotgandir. 420 ga 420 nima ochiq ayvon. 420 ga 420 oshxona. Old taraf bunaqa kapalak qilingan. Issiq suv, sovuq suv montajlari bo'lgan. Kanalizatsiya 100 lik turbada. Hojatxona 4 metr kavlangan, kolodisi yo'q. Tahoratxona. Hojatxona 1,5 ga 1,5 keyinchalik o'toqxona qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Tepasida betoni 1,5 metr quyilgan, stashkasi bekitib olish osonroq. Mayetdan 1,5 ga 1,5. Maya kolodis kavlaymiz deb kattaroq tashlab ketganmiz. Tahoratxonani mana bu hammom, kir mashina, ariston, rakvina, dushtiki. Bu ham 100 lik turbada chiqqan. Kanalizatsiyasi ma'da alohida. Mana qum mashlarni qum suvag'iniki. Mana bu ochiq oshxona. Qozon, o'choq, tandir, bunaqa mangalliklar qo'ygani. Gazdan problema yo'q. O'rtaga bunaqa eshik qo'yganmiz, to'skani. Tovuqlar kirib olmasin deb. Mana molxonaga suvlagan, somon-pomon suvlagani kiran. Mana bizni kirib chiqadigan robotimiz. Yaxshi o'rnamagan uchun bu yerdan qatnamayapmiz. Devorni boshqatdan urdirish kerak. Hozircha mendan qatnayapmiz. Burchatka o'zim terib qo'yganman. Mayetga polniy burchatka terib, bunday yo'loqlarnikini eshikda turibdi. Mana bunaqa. Bunaqa setkada o'rab qo'yganmiz, tovuq kirmasin deb. Molxona rossiyskiy turbalarda bo'lgan. Mana 10 ta novvos baylagani. Tepada bunaqa kameralarigacha bor. Svetlar, hamma yo'q montajlar bo'lgan. Ventilyatorlari, dimoxodlari, oxirlar. Bu yerda bemalol aravetalar mollarga yem berib chiqsa bo'laveradi. Bu yerda grant bor. Mollarda suvlagani. Bog'chaga makka ekkanida mashlarni o'rib, bunaqa yayib qo'ydim. Mollarga salqin bo'lib turadi deb.